Bizda 100 ta ishtirokchini aniqlaymiz. 100 ta ishtirokchini 50 tasi suv xarid qilganlar orasidan, 50 tasi esa kreativ videolar olganlar orasidan aniqlab olamiz va g'oliblarni qanaqa aniqlashimizni hammasini birin-ketin aytib qo'yaman. Uning uchun sizlar jonli efirda faol bo'lib turinglar. Agar sizlar video olgan bo'lsanglar, 100 ta ishtirokchi 500 million so'm uchun tanlab olamiz. Ular bilan birgalikda Reverem showi davom ettiramiz. Xohlasa 550 ta to'plabdilar. Lekin to'xtab qolish yo'q. Eng pasimiz oxiridan birinchi o'ringa ketayotdik, motivatsiya. Xudo xohlasa bu asosiy bu 10 talikka kirish. Emotsiyalar qanaqa bo'ladi? Bering marhamat. Harakatlikda Поддержка. Emotsiya o'sha ovozi natijalardan ko'rib, sal настроение tushdi baribir. Tushkunlikka tushgan emas deb o'ylayman. Yaxshi natija kutdik. Mayli endi nasib qilgan. Chunki bular video qilish davomida bir oxirgi kun video qildinglar. Oxirgi video qilishda chunki Ahvat odamlarni o'ziga qarata olmadi deb o'ylagan maqsadda men kam ovoz to'playmiz deb o'ylayman. Chunki bu yerdagilar ko'rgan bo'lsangiz, qancha oldin boshlaganlar, shuncha zo'r natijaga erishdi. Buni o'zingiz 100 talikka to'g'ridan-to'g'ri kirasiz. Bu sovg'a yoki 500 million uchun kurashish. Qaysi birini tanlaysiz sizga vaqt? Tanlov o'zida inson nima qilmoqchi? Yoki kapitosli narsani tanlaydi yoki 100 talikka kiradi to'g'ridan-to'g'ri. Yuraverim shu 500 million uchun kurashadi. Qaysi variant tanlagan bo'lar deysiz, kommentariyada yozib qoldiring. Tayyor bo'lsangiz aytsangiz oxirigacha boramiz. Yo'q. Hozir Telegramda yana ovoz berdirasizlar. O'zingizning videolarni pastga qo'yilgan, tezroq ovoz berdirib, yana 100 talikka kirsanglar, hammanglar bilan Reverem showda ko'rishamiz. Salom. Hamma bilib turibdi. Bu videoni ko'rganlarda sovg'alar qo'yib, o'yinlar qilgansizlar. Yorqin Ne'matov, Muzaffar Arabboyev, Katta bolalar hangomalar o'rtasida kechgan bahsda Muzaffar Arabboyev yaqqol ustunlik bilan sheriklarini oqizib qo'yibdi. Arabboyev yaqqol ustunlik bilan sheriklarini oqizib qo'yibdi. Ko'rsatib internet savdosi. Voy, eshitdiringmi? Sizlar uchun rahmat. Podpishka qilganlarga 100 talikka kirdik. Rahmat. Endi 100 talikda ko'rishamiz. Hali cho'tka qilib tashlab qo'yaman. Billat, maza qildim. Reverem show.